assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Toshkent Krasnodar, Toshkent Volgograd, Toshkent Saratovga ketayotgan avtobusimiz yetib keldi mana. Bundan shunday shoshilinch avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekranga shoshilinch nomerlarni qo'yib qo'yamiz, ichki sharoitlarni ham ko'rsatamiz. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana keling, akaratlar. Sharoitlarimiz mana ko'rishinglar mumkin aka, konditsioner bor. Hozir Qozog'istonda o'tgandagi Wi-Fi ulanadi, televizor, televizor mana issiq suv, sovuq suv, hamma sharoitlari CD-lari вообще qulay. Yumshoq, maza qilib ketasizlar aka. Kimlarga shunday shoshilinch avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranda imoqlaysiz, joy bilan qo'yasiz. Shu qanaqa ekan qulayliklar? Yaxshimi? Aytgandaqa bormikan avtobusimiz konditsioner ishlayapti. Hozir Wi-Fi'larni qo'shamiz, yerga ketasizlar. Qayerdasiz aka? Qo'qondan, Yaypandan Qo'qonli aka-ukalarga nima deysiz? Maslahat berasizmi ketishga? Yo'llar zo'r, qulayliklar. Avtobuslarimiz pasatga qo'yildi. 4 kishilar.